Bize bugün Chimkent shahridamiz. Mana do'stlarimiz bilan birgalikda ertalab nonushta qilyapmiz. Nonushtamiz mana talqonimiz bor, fatirimiz bor, mayizlarimiz bor. Buni o'ziga yarasha gashti bor. Mana hoji akamiz, sirdaryolik. Mana bu Mardon aka, Mardon akam sirdaryolik. Bizni do'stimiz, doktorimiz, vrachimiz Shukrullo aka Samarqandlik. Hammamiz birgalikda Allohning baytiga borishni niyat qilib yo'lga chiqqanmiz. Mana bugun Qozog'istonning Chimkent shahrida mehmonxonaga tunab, endi Xudo xohlasa bugun yo'lga chiqamiz. Hammani ham mana shunday kunga yetkazsin. Mana shunday niyat qilgan kishilar bizga niyat qilib, bizga havas qilgan kishilarning havasiga Alloh yetkazsin. Mana hozir biza Suraymi? Hozir. Biz birgalikda mana Chimkent shahridan Turkistonga qarab jo'nayapmiz. Mana shu Gasilsaga yotdik. Xudoga shukr, mana Gasilsaning egasi bilan birgalikda suhbat qilyapmiz. Mana do'stlarimiz bilan birgalikda yo'lga chiqyapmiz. O'rtoqlar duo qilib turinglar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Kimki bizga havas qilgan bo'lsa, havasiga yetsin. Rahmoray, mana bizda do'stlarimiz mana yo'lga bir 50 talari to'xtatdi. Yordam berishyapti, salom alaykum qilishyapti. Mana hozir yana ikkita ukamiz mana keldilar. Bular to'xtab biz bilan hol ahvol so'rashyaptilar. Albatta o'zbek bilan qozoqning do'stligi oldindan bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Bo'lib kelgan abadiy bo'ladi. Mana shu 2 kundan beri biz Qozog'istonning yo'lidamiz. Mana manzaralarni qaranglar, qanday bir chiroyli, zo'r. Har bittasi yaxshi. Hoji akam, ming rahmat, boringizga shukr. Sog' bo'linglar. Quvvat bersin sizga. Ana bir manzaraga tushinglar qani. Qanday chiroyli joylar. Ko'p narsa berishmasin. Ololmaymiz. Hoji akalar qaraysizlar. Zo'rda, qarang. Juda bir ajoyib. Ajoyib. Bo'pti, rahmat. Yaxshi boringlar. Allohning o'zi qo'llasin. Shunday kunga yetkazganiga shukr. Mana shunday 70 ga kirib yurg'izib qo'yganiga, yotqizmaganiga shukr Allohim. Ko'p mana shunday sanqishlar, mana sheriklarim. Eng kichigimiz 63 yoshda. Eng kattamiz mana 70 dan oshganmiz. Eng kichigimiz mana doktor Shukrullo aka, mana usta Mardon, hamma tomonlama usta u kishi. Hamma tomonlama. Sog' bo'linglar. Alloh dargohida qabul qilsin. Katta yuringlar endi. Bu boshqacha yurish. Alloh shunday kunga yetkazganiga, mana shunday yurg'izib qo'yganiga, mana shunday sog'lik, omonlik berganiga, 70 ga kirib ham ko'chalarga mana shunday mamlakatlar bo'yicha yurganimizga o'ziga amsallar bo'lsin, xudoga shukrlar bo'lsin. Hammani ham mana shunday kunlarga yetkazishni tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.
Yaxshi joy ekan-a Turkiston. Ha? Chiroyli joy ekan. Juda chiroyli. Ketdik ey. Ey. Yana Ha? gap yo'q, gap yo'q. Gap yo'q haqiqatdan. Haqiqatdan ham gap yo'q. Ziyorat qilyapmiz-ku. Xudoga Bir kapocha bor. qancha o'lchamizmi? Aniq-ku. Nima ekan? Kelingan nima bu? Choyni ichib, maza qilib yeb boravida, ketdik. Siz joylashib olaman. Keling. Ana keling.